G'oyibidan 100 million pul kelib qolsa, uni ishlatish ishmas ekan qizajonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda 100 million pulni qanaqa chayishimni ko'ramiz. U 100 million pulni ishlatish oson emas, bir kunda tugab qolmaydi. O'shaning uchun astedil ishlarimni qilib ketib, bemalol tugaganda uyimga qaytaman deb, uyimda borkamni boshladim. Oshxonamga stol-stullarni olib kirdim qizajonlar. Ro'za Ramazonda stullarda o'tirib, iftorliklarni qilay deb stullarni olib kirdim. Yangi dasturxonlar olib keldim, onam duo qilsin deb. Nima ovqat yeysiz onajonim jannatim desam menga do'lma sho'rva qilib berdi. Qiyma olib kelgan erini pastga tushdim-da, 4 ta shashlikni pishmagan shashlikni olib kelib, do'lma qilishga urinib ketdim. Ovqatimni sop qo'yib reklamam bor edi. Sizlar uchun foydali reklama oldim qizajonlar. Tirnoqlarimni xinaga bo'yab reklamamni olib kelib Toshkentga qarab yo'l oldim. Menga Madina bilan Dilafruz sherik bo'ldi. Mana iftorligimiz ham Temir-Otada nasib qildi. Og'zimizni ochib olib, yana yo'lga qarab chiqib ketdik. O'zi ham Toshkentga tong saharda yetib keldik. Mana 100 million pulni qanaqa chayishimizni ko'ringlar qizajonlar. 100 million pul tugash oson emas ekan. 3 kishi bir bo'lsak ham tugatolmadik qizajonlar. Qaytarib olib kelyapmiz yana. Endi dugonajonlarim sizlarga aytsam, bu pul Dilafruzdagi edi. Opa yuring, magazin oldim. Siz Abu Sahidni yaxshi tushunasiz. Men bilan birga borib tovar qilishib keling dedi. O'rtoqlar bir mazza qilib borib tovarlarni qilib keldik. Videolarim yoqqan bo'lsa, obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin.